qoliplar hammaligisi tayyor bo'ldi. Qaranglar. Bular asosan hozirgi paytda Amerika bilan Toshkent viloyatining Keres tumani uchun mo'ljallab chiqarildi. Undan tashqari qolganlari Narichida ham bor albatta. Bizning qoliplarimizni qaranglar qanaqa sifatini ko'rsanglar bo'ladi. Yaltirashini hammasi juda ham chiroyli ishlangan, idealni. Undan tashqari bizning qoliplarimizni afzalligini bilasizlarmi nimada? Hozir sizlarga afzalligini tushuntirib o'tmoqchiman. Afzalligi masalan modelni ushlaganinglarda modelni qaranglar qanaqa nejniy chiroyli ishlangan. Sovun kam ketadi. Qoliplarimizga sovun quysanglar 1 kilo sovundan qancha gul chiqarishinglar mumkin-da. 1 kilo sovundan tasavvur qilinglar. Modellarimiz shunaqa chiroyli, ixcham, tabiiy gulga o'xshagani uchun sovun ham kam ketadi. Qolipni qimmatga olishinglar mumkin, lekin uzoq muddat ishlatasizlar. Maza qilib uzoq muddat ishlatsanglar bo'ladi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana qaranglar, modellarning turi ham juda ko'p, tanlab olsanglar bo'ladi. Nalichida ham bor albatta.